o'zimni avtoportretimni oynadan qarab ishlagim kelgan. Boburni bir boshqacha talqin qilgim keldi. O'zimni hissiyotimni Ulug'bekka bir ko'rsatdim-da, bir achinish. Lekin buni g'amgin qiyofada ko'rgan odamlar bundan ta'sirlanadi. Lekin sun'iy intellekt rassomlarsiz rasm darajasiga ishlolmaydi. Mas'ud Xolov 1984-yil 6-dekabrda Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahrida tug'ilgan. Bolaligidan rassomlik bilan shug'ullanib, respublika va xalqaro ko'rgazmalarda faol ishtirok etgan hamda qator mukofotlarga sazovor bo'lgan. Jumladan Chexiyada o'tkazilgan Ladies 98 xalqaro ko'rgazmasida birinchi o'rinni egallagan. U Respublika rassomlik kollejida va Kamoliddin Bezod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutining mahobatli rang tasvir yo'nalishida tahsil olgan. Keyinchalik institutda dars bergan. Hozirgi kunda portret va tarixiy rang tasvir janrlarida ijod qilmoqda. Uning asarlari O'zbekiston va xorijdagi to'plamlarda saqlanadi. Eng muhim loyihalari qatorida Toshkentdagi G'alaba bog'i yodgorlik majmuasi va Islom sivilizatsiyasi markazi hamda Samarqanddagi Imom al-Buxoriy yodgorlik majmuasi uchun yaratilgan asarlar o'rin tutadi. Ushbu ishlar ustozi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi va taniqli mahobatli rassom Alisher Aliqulov rahbarligida va hamkorligida amalga oshirilgan. Assalomu alaykum. O'zbekiston Badiiy akademiyasining ijodkorlar uyushmasining a'zosi, taniqli rassom Xolov Mas'ud bilan ijodiy suhbat. Assalomu alaykum Mas'ud. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. O'zingiz Ijodlar bilan charchamasdan. Ha, yurimiz, rahmat. Shaxsiy ko'rgazmangizni ochibsiz, mana tomosha qilgani keldik. Ha, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Mas'ud, Tashrifingizni xursandman. rahmat. Mas'ud, mana shu ilk bora ijodga qanday kirib kelgansiz? Tarix juda endi uzun-da. Qiziqish juda yoshlikdan boshlangan. Hali men maktabda chiqmagan davrimdan boshlab men o'zi rassom edim. Biz endi Shahrisabzda tug'ilganimiz uchun ko'proq uyda Amir Temur mavzusi, Oqsaroy. Birinchi jiddiy bir ishga kirishgani o'zimni avtoportretimni oynadan qarab ishlagim kelgan. Uyda hech kim yo'q, zerikishdan o'zimni avtoportretimni ishlaganman. Shu ish hali ham saqlanib qolgan. Tugaraklarga berishgan, shu qiziq mana ota-onam, dadam ham endi rassomchilikka qiziqqanlar, balki shu men gendan o'tganmi, buni men tanlamaganman-da, bu gen o'zi tanlagandir. Bobolarimizda ham mana aytishadi, Buxoro amirligida xattot bo'lib ishlagan ekan, balki o'sha san'atga anaqa avloddan o'tib kelgan bo'lishi mumkin. Men boshqa hech o'ylab ko'rmaganman boshqa bir kasb haqida shu. Rassom bo'lish uchun kitob o'qish kerakmi? Rassom bo'lish uchun idrok, his qilish degan tuyg'ularni rivojlantirish uchun kitob ham o'qish kerak, ko'proq sayohat ham qilish kerak. Har xil odamlar bilan gaplashish kerak. Har xil turdagi odamlar bilan ularning xarakteriga, ularning hayotiga ham qiziqib ko'rish kerak. Mayli, yozish kerak emasdir, lekin qiziqishlar yuqori bo'lish kerak deb o'ylayman-da. Insoniyatga, umuman hayotga, tabiatga, keyin tarixga. Qanday tarixiy kitoblarni o'qigansiz? Yoshligimdan agar birinchi o'qigan kitobim ko'p, hozir esimga qolgan Yevgeniy Beresnikov, Shahrisabzda o'sha yashab ijod qilgan hokimman bo'lib ishlaganlar. Shu kishini kitoblarini o'qiganman. Ilk ustozingiz kim? Ilk ustozim otam desam ham bo'ladi, lekin menga asosan katta bir men Arturiya ustaxonasida ham o'qiganman, ularga shogird tushib. Keyin Alisher Aliqulov, o'zi sanoqli tarixiy janrda ishlovchi rassomlar. Mana Alisher Aliqulovni biz yoshligimizdan bilamiz, ular juda mashhur rassom edilar. Biz u kishi bilan ko'rishni ham orzu qilib yurardik. Oxiri bular bilan birga ham ishladik.
tarixiy shaxslardan Amir Temur, Abdullaxon II, Alp Erto'ng'a, Shayboniyxon kabi tarixiy shaxslarni ishlagansiz. Bundan tashqari mana masalan Alisher Navoiy yoki Zahiriddin Muhammad Bobur, Ogahiylarning ham portretlarini ishlaganmisiz? Alisher Navoiyni o'quv institutida ishlaganman. Mo'min Mirzoni ham ishlaganman. Bular endi topilmadi, yo'qolib ketgan. Lekin Boburni ishlaganman. Endi men harakat qilaman, ishlanmagan siymolarimiz borda, shularni men yuzaga chiqarishni xohlayman. Shuning uchun men Abdullaxon, Ubaydullaxon obrazlariga keyin men Boburni bir boshqacha talqin qilgim keldi. Boburni juda shoir deb talqin qilishadi. Men uni bir jangchi, jangovar bir erkak sifatida bir talqin qilgim keldi. Endi Amir Temur obrazi ko'pi meni qoniqtirmagani uchun Amir Temur obrazini Gerasimov rekonstruksiyasi asosiga ishladim, lekin men unga oldin o'zim ham ishonmaganman. Shu ish haqqoniyligiga. Endi ko'pchilikga yoqmadi bu. Lekin baribir men o'sha Gerasimov tekshirib ko'rdim. Chunki Amir Temur qabri ochilganda suyaklari topilgan, o suyaklardan rekonstruksiya qilingan. Men o'zimning rekonstruksiyam bor. 3D Max'da kompyuterda qilingan. Gerasimovnikidan karkas bir xil o'sha holat chiqdi. Gerasimov o'sha mimikada bir sal bo'rttirish bergan bo'lishi mumkin. Men uchun hozir eng ishonarli manba Gerasimov. Shuni bir ranglar orqali bir ko'rsatgim keldi-da. Mas'ud, qaysi asaringiz orqali tomoshabinlarga kuchli ta'sir o'tkazgansiz? Agar tomoshabinlar har xilda, mana tarixchilar yoki bir shoirlarimiz bor, ularga ko'proq ta'sir qilgan ishlar Shayboniyxon mavzulari, mana chunki bular bizni rassomchilik, tasviriy san'atda yo'q bo'lgan portretlar, mana hali ishlanmaganda. Shuning uchunmi ayniqsa o'zbek davlatchiligiga bir o'zbek nomini o'zi biz xalqlarni, urug'larni birlashtirib bitta bayroq ostiga birlashtirgani uchun ularga ko'proq ma'qul. Kimgadir mana Oltin O'rda. Mana Oltin O'rda o'zbek ulusi. Bu ham bizning tariximizning bir bo'lagi. Kimgadir bu ta'sir qiladi. Lekin oddiy odamlarga mana bir xil Ulug'bekda endi hamma biz xalqimizni taniydigan odamlar ko'pda. Mana buni Ulug'bek obrazidagi o'sha g'amginlik oddiy odamlarga ko'proq ta'sir qildi. Buni g'amginligini men o'zim buni his qilaman-da, bu olim ko'p jangda yutgan paytlari ham bo'lgandir. Lekin buni o'sha o'g'li ana qilgani, men Ulug'bekni tiriklik payti emas, o'lgandan keyingi o'sha ruhiy holatini ishladim-da. U endi his qilmaydi. O'g'li tomonidan o'ldirilgan deydi. Buni ham endi har xil talqinlari bor. Balki tuhmatga qolgan, lekin shunday og'ir ahvolga o'lim topganini keyingi o'zimning hissiyotimni Ulug'bekka bir ko'rsatdim-da, buni achinish anaqasi. Lekin buni g'amgin qiyofada ko'rgan odamlar bundan ta'sirlanadi. Kimdir misol yana sizga bir ko'rsatay, mana Shayboniyxon bu ko'p mashhur bo'lib ketdi. Bundan keyin hozir sun'iy искусственный intellekt deydimi? Buni sun'iy intellektlarga qo'yib buni boshqa har xil shakllari chiqib ketdi, ko'payib ketdi bu ish. Yana ko'rsatuvlarda ko'p qo'yishadi. Chunki bu yetishmayotdi-da. Faqat shundan foydalanishadimi endi? Shu obrazdan yetishmayotgani uchunmi bilmayman. Shundan ko'p foydalanishadi. Lekin men buni Kamoliddin Behzod miniatyurasidan olganman. Kamoliddin Behzod miniatyurasi bu ranglarni o'zgartirmadim. Uni turishini ham o'zgartirmadim. Kamoliddin Behzodniki o'sha mana yozuvlariga saqlab qo'ydim. Men faqat buni realizmda talqin qildim. Bo'ldi. Bu mening qilgan ishim shu. O'shani realizmda men o'sha miniatyurada ko'rgan o'sha obrazdagi o'sha burun, qoshlar bilan ko'z orasidagi masofalar hammasini bir hisobga olib, o'zimni bir tasavvurimni miniatyura orqali shakllantirdim-da. Hozir mana sun'iy intellekt haqida gapirdingiz-da. Sun'iy intellektni qanday tasavvur qilasiz? Masalan, ko'pchilik aytadi, sun'iy intellekt rivojlanib ketsa deydi, rassomchilik qo'l mehnati yo'q bo'lib qoladi deydi. Hamma sun'iy intellektga o'tib ketadi deydi. Siz shuni yo'nalishga qanday qaraysiz? Ba'zan bizani ham qo'rqitadi bu, lekin men o'ylayman, hozir mana gilamni to'qiydiganlar bor, uni robotlar to'qib tashlaydi. Mana kashtalarni, lekin mutaxassislari bor, qo'l mehnati qilingani baribir yuqori baholanadi. Qo'l mehnatida qilingan gilamda qimmat hisoblanadi.
sun'iy intellekt baribir biza rassom bo'lganimiz uchun agar bir san'atshunoslar ham his qilishi mumkin, unda ozgina plastmassaligi borda, jipsda o'sha robotligi, o'sha algoritmlari bor. Rassomlarda bu tasodifiy kraska tegib ketishi, kislani surtilib ketishi, uni hissi, u his yo'q sun'iy intellektda. Lekin men o'ylashimcha bundan keyin rassomlar ham sun'iy intellektdan foydalanadi. Sun'iy intellekt orqali, chunki lekin sun'iy intellekt rassomlarsiz rasm darajasiga ishlay olmaydi. Unga rassom bo'lish kerak ekan. Unga o'sha nimani buyursa, o'sha men shunaqa rassomlar ko'rdim, eskizlar orqali sun'iy intellektga g'oya beradi. Faqatgina yozish, gapirish orqali emas, почти tayyor ish qilib beradi. Sun'iy intellekt sal boyitib, yana ham shakllantirib, undan foydalanish mumkin. U uchun ham rassom bo'lish kerak, uni ishlatish uchun ham. Tarixiy san'at jamiyatga qanday ta'sir qiladi? Men Sovet davridan keyin milliylik Amir Temurlar ulug'lanib, Ulug'bek yubileylari qilinib, shu davrdagi tarixiy janrdagi asarlarni qarasam, kinolar, mana hozirgi kinolarga ham qarasak, o'sha tarixiy tasavvurimizni hali yaxshi shakllanmagani deb bilaman-da. Hindlarga o'xshatib kiyintirib qo'yadi. Mana hozir O'zbekiston, turkiylik, forsiylik aralash bir madaniyat shakllanganda bizda. O'sha narsa ko'rinib turishi kerak-da kinolarda ham. Bu narsani rassom berish kerak. Rassom mana shu tarixiy tasavvurni bir shakllantirish, bu kinolarga ham, boshqalarga ham bir o'z ta'sirini o'tkazadi. Hattoki men xohlayman muzikaga ham o'z ta'sirini o'tkazish kerak. Mana men hozir jangovarlik bir kayfiyat beradigan anaqa ko'rgazma tashkil qildik-da. O'zbek xalqi faqat bir ketmon chopib yuradigan, maqom eshitib g'amgin bo'lib yuradigan xalq emas-da. O'zbek xalqi O'rta Osiyoliklar, bu imperiyalar qurgan, bir necha martalab imperiyalar qurgan xalq, bu faqat dehqonchilik bilan shug'ullanib yurgan, ezilib yurgan xalq bo'lmagan-da. Men shunaqa demoqchi bo'ldim. Qozoq birodarlarimiz, qardoshlarimiz muzikalarini eshiting, ularning rassomlari ham tarixiy janrda zo'r. Mana kinolarda ham qozoq xalqini bir shijoatlantiradigan, ruhlantiradigan kinolar, muzikalar, rasmlarda ham shu narsa seziladi. Men o'sha narsalar bizga uyg'onsin deyman-da. Shu narsa orqali ta'sir uyg'otish mumkin. Tasviriy san'at, tarixiy janr orqali. Nima uchun ko'rgazmangizni nomini Alp Turon izidan deb nomladingiz? Nom qo'yish ham juda qiyin bo'ldi. Alp Turon degani bu bahodir, qahramon, pahlavon erkak ma'nosini beradi. Turon bu hudud nomi. Shu hududga pahlavon degani-da. Turon pahlavoni. Endi buni izidan degani, men e'tibor qilgan bo'lsangiz, afishalarda ham Alp Tongani qo'ydim. Uni Alp Turon ham deyishgan. Hattoki Amir Temurda ham Alp Turon, Turonni Alpida endi. Asosan shunga urg'u berdimki, Alp Tonga afsonaviy deydi kimdir tarixiy shaxs. Bu Turon davlatchiligini birinchi qurgan, katta bir imperiya qurgan bir Alpda endi. Shuni izidan ergashgan, shuni o'ziga ko'mir deb bilgan Amir Temur ham bor, men ko'rgazmamda. Shuni izidan ergashgan Abdullaxon ham, shuni izidan ergashgan Bobur, bir katta davlat qurgan, katta imperiya qurib, bir farovon bir davlat qurgan, shuni Ubaydullohxon, shu obrazlar uni ketidan ergashgan. Men buni davomi ham endi ketaverish kerak, ma'no jihatdan. Keyingi avlod ham ergashish kerak degan ma'noda, shunga ergashaylik degan ma'noda men Alp Turon izidan deb qo'ydim. Rassomlarga bugun nima yetmayapti? Rassomlarga e'tibor yetmayapti. E'tibor borgan sari yetishmayotgandek-da. Misol uchun anaqani e'tibor deylik, e'tirof kuch beradi, rassomni ilhomlantiradi. Menimcha shu narsa yetishmayotgani tuyuladi-da. Ya'ni ham bilmadim. Men o'zimga balki shunaqa bo'lgani uchunmi juda soyada, ko'p vaqt soyada qoldim-da. Chunki tirikchilik, men bir-ikki marta o'sha ko'rgazmalarga ham qatnasha olmadim. Chunki ishimning mavzusi to'g'ri kelmadimi? Ko'rgazmalarga ham qatnasha olmaganimdan keyin umuman ko'rgazmalarga ham qatnashmadim. Oxir o'zimning shaxsiy ko'rgazmamni qildim, ishlarni yig'ib. Asosan tirikchilik bilan ovora rassomlarimiz
mana endi yaqinda endi badiiy akademiyadan sal e'tibor uyg'ongandek tuyuldi. Mana bir fikrlar o'zgardimi bilmayman. Mana hozir davlat buyurtmalari, davlat yaxshigina mablag' ajratgan ekan. Balki e'tibor bundan keyin sal jonlansa kerak, umid qilamiz. Balki yaxshi bo'lar. Nimani kutyapsiz? Kutayotgan narsam mana oldin deyishadi, bizga bir fantastikdek tuyuladi. Har bir ko'rgazmada ishlar sotib olinardi. Keyin ana shunday bir yaxshi ishlarni tanlab sotib olinardi-da. Ana shunday bir ishlar tanlansa, sotib olinsa, muzeylar uchun, boshqa ko'rgazmalarda. Bu rassomlar har bir ko'rgazmaga ana shunday e'tiborga tushadigan bir yaxshi ish qilishga undaydimi deyman-da. Mana shunday bir e'tibor turtki bo'ladi deb o'ylayman-da. Kechirimlimisiz? Kechirimliman. Rassom qachon yig'laydi? Rassom lekin kinoni ko'rib ham yig'lashi mumkin. Ta'sirlanib biror fojiasidan ham yig'lashi mumkin. O'zi yaxshi yashasa ham kimnidir fojiasini ko'rib ham yig'lashi mumkin. Tabiatdan ham ta'sirlanasizmi? Tabiatdan ham ta'sirlanaman. Tabiat mana hamma restoranda o'tirgisi kelsa, men tabiat qo'ynida o'tirgim keladi. Bir narsani tabiatda yegim keladi shu. Agar sizdan baxtning rasmini tasvirlab bering desa, siz qanday tasvirlagan bo'lardingiz? Chizib bering desa, masalan, baxtni. Chiroyli ayol. Nima uchun ayol deb o'ylaysiz? Ayol degani faqat ayol emas. Baxt bu chiroyli narsa-da. Umuman bu balki erkak bo'lganim uchundir, balki bilmayman. U yetishmoqchi bo'lgan, hamma ko'p erkaklarni yetishmoqchi bo'lgan bir chiroyli ayol-da. Qolgan narsalar ham shunga o'xshab ketadi. Bir chiroyli mashina, chiroyli uy, sayohatga borish, shunga yetishish anaqasi hammasini umumiylashtirgan abstrakt obrazida bir ayolni shuni bir chizgan bo'lardim. Qaysi davlatlarga sayohat qilgansiz? Rossiyada, Qozog'iston, Turkiya, Tojikiston, shu ko'p Sizning asarlaringizga ham ko'p turkiyaliklar qiziqadi, Turkiya, ozarbayjonliklar ko'p qiziqadi mana asarlarimga. Hayot manzarasini tasvirlash kerak desalar, qanday rasm chizgan bo'lardingiz? Qarang, men turnalarni chizgan bo'lardim-da. Uzoqlardan turnalarning uchib kelishi. Bu o'sha umid ramzida bir umid. Hamma o'sha u yo'qmi, umid yo'qmi, bo'ldi, hayot emas u. Odam nima bilandir umidlanib yashaydi, nimanidir orzu qiladi o'sha. Shunday tasavvur qilaman. Turnalar endi mana bahor kelayotgan payt kelishni boshlaydi-ku. Jonlanayotgan payt. Mana shuni bir hayotni shunday bir ko'raman-da shu obrazda. Tinchlik ramzini qanday tasavvur qilasiz? Tinchlik ramzini. Bizga endi yoshlikdan kabutar tinchlik ramzi deb kelingan. Shu qushlar, bular faqat yumshoqlik, tinchlik, hayot mana shular orqali tasavvur qilaman. Faqat burgut, men go'shqur tushlarni o'zimni ko'rgazmamda ham ko'rgan bo'lsangiz, burgutlarni men jangovorlik, podshohlik ramzlariga olganman-da. Burgutlar tepada baland uchib pastdagi bir kalamushlarga qaramaydi u. Yoki bir chuvalcha mayda narsalarga qaramaydi. U katta o'ljalarni mo'ljallab yuradi-da. Kattaroq o'ljani aniqganda keyin uchib kelib uni ovlaydi. Juda bir ulug'vorlik, burgutning ko'z qarashi, uni turishi odamga bir shijoat beradi-da. Nimaga kech qoldim deb o'ylaysiz? Ko'rgazma qilishda, birinchidan ko'rgazma qilishda ham kech qoldim. Oldinroq boshlashim kerak. Men juda ko'p energiya, vaqtim faqatgina moddiy bir anaqamni ta'minlash uchun o'tib ketib qoldi-da. Energiyamni, kuchimni ko'pini sarfladim. Mana 41-42 ga mana ketdim. Shu vaqtlarimni anchasini sarflab qo'ydim faqat pul topish, tirikchilik. Lekin bu ham menga nimalarnidir o'rgatdi. Faoliyatni men o'ylayman, endi boshladimmi deb o'ylayman-da, lekin sal kechikdim. Ko'rgazma nima beradi? Mana hozir kech qoldim ko'rgazmaga deyapsiz. Ko'rgazma nima beradi? Ko'rgazma u men aytmoqchi bo'lgan gapimda. Odamlarga men kimman, aytmoqchi bo'lgan gapim nima, o'ylab yurgan shaxs sifatida ko'rinish. O'ylab yurgan narsam nima? Bu narsalar haqida odamlar bilan tanishtirishda rassom o'zini shaxs sifatida. Shu maqsadingizga erishdingizmi? Qisman erishdim. Hali endi menga hozir qiziqish uyg'ondi. Yana ko'rgazmalar qilamiz. Endi boshqa konsepsiyalar, boshqa mavzular haqida. Qahramonlaringizni his-tuyg'ularini qanday ifodalaysiz? Qahramonlarni his-tuyg'ularini
misol uchun hayvonlar orqali ifodalash mumkin, atrofdagi boshqa detallar orqali ifodalash mumkin, ranglar orqali o'zini o'sha yuzidagi bir harakat qilaman, yuzida ham o'sha narsani ifodalashni. Lekin baribir yuzda ko'p sezdirib bo'lmaydi. Misol uchun mana bu ko'rib turganingiz Bobur obrazida o'sha orqasida yo'lbars chizganman. Hayqirib turgan yo'lbars bu uni Bobur ichki dunyosidagi hayqirig'i. Bu endi juda ko'p jabru sitamlar ko'rgan, Hindistonga ketgan, lekin juda katta bir imperiyani asosini yaratgan katta bir vatandoshimiz, ajdodimiz. Aslida o'sha shaxmat donalarini ishlaganman. Endi shaxmat o'ynaganmi, yo'qmi, bu bir strategik siyosatchi, aqlli bir donishmand odam sifatida bir ifodalashga harakat qilganman. Mana yashil to'n kiygani bu islom ramzi. Islomni mahkam ushlagan o'sha diniy bir tuyg'ular bilan birga umumiy kartinani hammasida shu jamlaganman-da. Urush va tinchlik konsepsiyasiga endi ko'proq urg'u beraman. Urush orqali farovonlik. Farovonlik uchun urush. Mana shu konsepsiyani endi bundan keyin hozir o'ylab yurgan loyiham shundan iborat bo'ladi deb o'ylayman. Men endi shunga harakat qilaman. Oddiy xalq hayoti, urush asoratlari, urushdan Amir Temur ham misol uchun boshqa davlatlar, boshqalar bilan urushgani bilan o'z yurtida juda obod bo'lgan, yaxshi shaharlar, saroylar qurgan, xalq farovon yashagan. Mana shu bir talqinlar bo'ladi. Bu narsa haligacha davom etib kelgani uchun-da, dolzarb bo'lgani uchun haligacha shu tarixdan hozirgacha urush va tinchlik mavzusi, men endi shunga ko'proq qiziqib qoldim. Bundan keyingi anaqa ko'rgazma menimcha shunaqa bo'lsa kerak. Qolib ketgan ishlaringiz ham bo'lganmi? Ustaxonada o'zi o'sha urush va tinchlik mavzusida boshlangan triptix ishim qolib ketdi, uni tugata olmadim. Agar uni tugatsam, umuman ko'rgazmani mazmuni ham boshqacha bo'lardi. Uni nomi ham, sarlavhasi ham umuman boshqacha bo'lardi. U ish juda ko'p figurali ish. Endi triptix ish o'rtada Amir Temur ramziy ma'noda olingan, butun hozirgacha bo'lgan sultonlarni bir ramziy ma'noda Amir Temur obrazida olganman. Bir tarafida ideologlar, bir tarafida harbiylar, bir tarafida farovonlik, bir tarafida jang va jadallar. Bir shunaqa bir triptix ish qilmoqchi edim, uni men tugata olmadim. Uni ana endi tugatsam, ana shu boyagi urush va tinchlik mavzusiga men shuni asos qilib olaman-da, keyin qolgan ishlarimni ham shunga moslashtiraman. Sizning eng sevimli asaringiz qaysi? Eng sevimli asarlarimdan mana o'zi umuman eng sevimli shaxslarimdan bog'liqda sevimli asarlarim ham Abdullaxon II. Men juda ko'p davr mobaynida Amir Temurga bir juda boshqacha bir qiziqish bilan yashadim. Keyin tarixni o'rganish jarayonida yana chuqurroq bir tarixga kirish. Men endi tarixchi emasman, baribir havaskor tarixga bir havas bilan qiziqaman. Mana Abdullaxon IIga qiziqishim oshgan. Ubaydullohxonga, mana O'zbekxon o'sha Oltin O'rda xonlariga, bu ham bir tariximizni bir bo'lagida, o'sha Oltin O'rda tarixi ham O'zbek ulusi. Keyin Jaloliddinni mana bu asarlarimda bu faqat o'zimga ham, boshqalarga ham ko'proq qiziqish uyg'ota olgan asarlarimdan bittasi mana Jaloliddin Mangoberdi. Buni umuman kompozitsion resheniyasini men boshqacha yondashdim. Jang manzarasi ishlamadim. Jang manzarasi juda ko'p ishlangan. Men yana shu syujetni yana bir kinoga o'xshagan bir sahnani yana qilgim kelmadi-da, men boshqacha ramzlar bilan ifodaladim. Shu uchun balki qiziqish uyg'otgandir boshqalarga ham. Men Mo'g'ul obrazini misol uchun Burgut obrazida men talqin qildim bu yerda. Chunki Chingizxon bayroqlarida, gerbida Burgut o'sha ular gerbi sifatida tasvirlangan. Kinolarda ko'rgan bo'lsangiz, buni orqasida Burgutni shakli bor, taxtida o'tirgan.
umumiy mo'g'ul obrazida man burgutni ifodaladim. Oq ot bu g'oliblik, lekin aslida jangda oq ot bilan kirishmaydi. Jangda ranglik, jigar rang, qora rangli otlar bilan kirishadi. U oq ot faqatgina g'olib bo'lgan sulton yo sarkarda shaharga kirib borishida yoki g'olib bo'lgan jangdan keyin shu oq otga minib g'olibona turish kerak edi, paradni. Lekin men g'olib oq anaqa otda bir g'olib bir siymoda ishladim. Jaloliddinda mana bu oq o'sha qora bayroq, Xorazm bayroqlarini yonib ketishi, bu olov bilan Mo'g'ul o'rtasida o'sha yorib o'tib ketishini bir qisqagina bir hissiyotda, endi bu qisqagina hissiyotda bir tasviri. Ishlanmagan portretlardan Ubaydullaxon, men buni bir tasvirlagim keladi. Mana bu haqida ham bizda ishlanmaydi. Alp Ertonga, Afrosiyob deyishadi mana forsiyda. Biz mana bir suhbatda Shohruh Mirzo haqida gaplashdik. Bir tanishimiz Shavkat Shahriyor shoir Afg'onistonga borgan, Shohruh Mirzoni qabrini ko'rganda juda xarob ahvolda ko'rganda. Menga keyin bir rahm anaqasi bizni ajdodimiz Temuriy bir sulton qabri juda xarob ahvoldaligini aytdi. Keyin tarixi haqida gaplashdik. Uni qanday davlat qurgani, qanday saltanatni bir saqlab qolgani haqida gaplashib menga qiziq shu zot. Men buni endi ishlamasam bo'lmaydi dedim-da. Keyin yana qizi butun bir kitob o'qishga ulgurmadim-ku, internetdan manbalarni qaradim. Baribir shu qiziqishni o'zi menga yetarli bo'ldi. Men buni keyin tasvirlashga to'g'ri keldi. Mas'ud Xolov uchun o'tmish bitmas tuganmas ilhom manbai, badiiy tafakkurni shakllantiruvchi va ijodiy ifodaning yuksak mezonlarini belgilovchi muhim omildir. Uning asarlari davrlar o'rtasida o'ziga xos muloqot yaratib, tarixni jonli va dolzarb holga keltiradi.